Gakayon i60 tugatgan edik. 25,5 mingdan balandroq qo'ydik narxini. Hozir yana yangi parcha olib kelib qo'ydik. 25-yil oxirgi vyupuskalari. Narxini ishoning 24 mingdan ham pastiga berib yuboramiz. Beskulchovoy do'stliklari bor, 360 kamerasi bor. Keyin bu 18 diskada bo'ladi. 19 diskaligi faqat 26-yilda chiqqanlariga, shularni bilib olinglar iloji bo'lsa. Bu bejviy salonligi o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib, ajoyib ishlab qo'ygan. Qora salonni sizlarga ko'rsatgan edim. Hamma do'p opsiyalari bor. Massaj, abduf, abagrev, multirol, monitor, tablo, panorama tomlarigacha hamma narsasi bor. Chempiondan o'lsa o'ligi ortu, to'g'risi uni yomonlash emas, uni ham o'zini odamlari bor, lekin bu haqiqatan dahshat mashina. Idigo akustik sistemalardan foydalanib ishlab chiqarilgan. Orqa o'rindiqlarni yana yotqizish imkoniyati bor. Mashina dahshat, orqa salonni, ya'ni bagajini ko'ramiz hozir. Komplektida o'zini zaryadkalari bo'ladi va keng bahaybat bagaj. To'g'risi, mashina dahshat. Narxini qarang, sizga aytaman. 23,600 yana savdolash imkoniyati bor. Bemalol port avtoga keling, mashinani o'zingiz test drive qilib haydab ko'rib, yoqtirsangiz olishingiz mumkin. Chempion bilan bu mashinani solishtirmaylik, iltimos. Sababi chempiondan o'lsa o'ligi ortuvini. Hadovoy jihatdan ham, salondagi funksiyalari ham ancha-muncha narsasi bor. Haydaganlar biladi, kommentda yozib ketinglar iloji bo'lsa. Mashinani port avtodan xarid qilishingiz mumkin. To'lov usullari hammasi bor. Mashinani port avtodan ol, bo'lmasa vobshe olma.